Fiya Baranning Sen bir olam men o'zga olam asari ikki xil dunyosi bo'lgan insonlarning muhabbat qissasi haqida. Voqealar rivoji 80-yillarda Amerikada bo'lib o'tadi. Hijob o'ragan Lamia White ingliz ota va musulmon onaning farzandi. Ota-onasi hamda Kanye ismli ukasi bilan yangi uyga ko'chib o'tishadi. Lamia butun umr tahqir va kamsitishlarga duch kelgan. Shuning uchun boshqa maktabga o'tganida yangi sinfdoshlarining kalakalari, o'qituvchilarning ma'lumotlaridan ajablanmaydi. Ellis Conley maktabning oldi, kelishgan va aqlli yigiti. U va do'stlari Kristina hamda Chester o'zlariga o'xshamaganlarni masxara qilishni yaxshi ko'radi. Shu qatorida Lamiani ham ko'plab haqoratlashadi. Lamianing hijob o'ragani ko'plab maktab o'quvchilarining g'ashiga tegib, terrorchi deb masxara qilishadi. Lekin Lamia o'z haq-huquqi uchun kurashadi. Shu vaqtgacha bu zo'ravonlarga hech kim qarshi chiqmagan edi. Kunlardan bir kuni Ellis Lamiaga skateboard bilan shart qo'yadi. Bu mashg'ulot Lamianing sevimli mashg'uloti edi. Lamia Ellis ko'rsatgan barcha qiyin tryuklarni osonlikcha bajarib ko'rsatadi. Butun maktab qoyil qoladi. Ellis maktab zo'ravonlarining do'sti bo'lsa-da, bilimi kuchli bola edi. Shu sababli ham o'qituvchisi uni Lamiaga imtihonlarga tayyorlanishi uchun repetitor qilib tayinlaydi va o'rtalarida muhabbat paydo bo'ladi. Lamiani ro'molsiz holatida yashirincha suratga olishib, butun maktabga tarqatib yuborishadi. Lamia bu ishni Ellis qildi deb o'ylab, tushkunlikka tushib qoladi. Tushkun ahvolda bo'lsa ham, bitiruv kechasiga go'zal malikalardek boradi. Bu oqshomda uning rasmini Kristin va Chester tarqatganligini bilib qoladi va ularning qora dori sotishini hamma oldida isbotlab beradi. Ellis Lamianing sevimli guruhi Modern Talkingni kechaga taklif qiladi. Bitiruv oqshomidan chiqqach, Ellis Lamiaga musulmon dini haqida ko'plab ma'lumotlarni to'plaganini va bu dinni qabul qilmoqchiligini aytib, masjidga yo'l oladi. Imomga maqsadini tushuntiradi va musulmon dinini qabul qiladi.